Bronxial astma kasalliklarida ayniqsa ingalyatorlar ko'p ishlatiladi. Ingalyatorlarni yozib berganimizdan keyin uni nazorat qilmasak, u kasallikni tuzalishiga olib kelmasligi mumkin. Bugun meni qabulimga bitta bemor keldi. Ularga to'g'ri ingalyator, yaxshi ingalyator yozib berilgan. Men ulardan qanaqa ishlatyapsiz ingalyatorni deb so'raganimda, xuddi shunaqa holatda ular aytdiki, men bu narsani ishlatmayman. Bu kapsulani men ichib yuraman, ovqatdan keyin har kun ichaman bu kapsulani deb javob berdilar. Men hayratda qoldim. Bu kapsula o'zi aslida ichiladigan narsa emas. Maxsus apparat bor. Bu apparatga solib turib, solingandan keyin ikkala tomoni bosib nafas yo'liga tortiladigan apparat hisoblanadi. Shundagina bu bronxial astmani davolashga erishilar edi. Shuning uchun har bitta dori yozilgandan keyin bemorni o'zida nazorat qilish ahamiyatga molik deb hisoblayman.